Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ingliz tilida nimalarni ko'rib chiqamiz. Barchamizga ma'lum, ingliz tili bugungi kunda eng dolzarb va eng muhim tillardan biriga aylanib bormoqda va shunga qaramasdan ko'pchilik bu tilda, ya'ni qiyin deb o'ylab boshida tashlab qo'yishadi va shu singari oxirida ham o'rganishmaydi. Shuning uchun mana shu narsalarni bartaraf etish maqsadida va ingliz tili sizga qanday imkoniyat berilishi haqida bugun gaplashib o'tamiz va qanday qilib ingliz tilida 3 oyda o'rganib, ravon gaplashishni sizlar bilan birgalikda amaliy ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsak, boshladik. Xo'p, birinchi navbatda biz bu video orqali, ya'ni bu videolarimiz o'zi kimlar uchunligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ingliz tiliga ko'plab markazlarga to'g'ri borgansiz va ko'p natijalar ola olmagansiz va buning natijasida siz to'xtatib qo'ygansiz. Bu video, agar siz shunday inson bo'ladigan bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yuborishni maslahat bermayman, oxirigacha ko'ring. Bundan tashqari, IELTS topshirmoqchisiz, lekin umuman speaking darajangiz shuncha, ya'ni mehnatingizga yarasha oshmayapti. Ya'ni siz harakat qilyapsiz, kinolar ko'ryapsiz, listeninglar qilyapsiz, shunday bo'lsa-da, speakingiz haligacha, ya'ni qo'rquv holatida gapirmoqdasiz va grammatikada ham xato qilib gapirishdan uyalyapsiz. Agar shunday inson bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Men ingliz tilida umuman gapira olmasam kerak. Ingliz tilini o'rganish men uchun emas degan insonlar uchun albatta bu ham foydali bo'ladi. Chunki ko'pchilik insonlar 1-2 marta urinib ko'radi, boshida, ya'ni boshlang'ich darajada men ya'ni ingliz tilida uncha gapira olmasam kerak degan holat yuzaga keladi yoki bo'lmasam uyaladi va buning natijasida omma oldiga gapirishdan uyalib va ingliz tilini o'rganmasdan to'xtatib qo'yishadi. Bu video ham ular uchun juda ham foydali bo'ladi. Va bundan tashqari chet elda ishlaydigan, lekin ingliz tilini bilmaydigan insonlar juda ham ko'p bugungi kunda. Boshlang'ich darajani olishgan, lekin shunday bo'lsa-da, ingliz tilida chet elda yaxshi daromadli ishlar topishmoqchi, lekin ingliz tilida bir qancha, ya'ni to'siqlar bo'lganligi uchun, ya'ni ingliz tilini juda chuqur o'rganmaganliklari uchun chet elda hozir daromadli ishlarga ega bo'lmagan insonlar uchun ham bu video juda ham foydali bo'ladi. Ingliz tilini o'rganish kerak, lekin dangasa, ishyoqmas insonlar ham bor albatta oramizda. Bu videolar ham ularga juda ham foydali bo'ladi. Chunki sababi ingliz tilini o'rganish juda ko'p soat vaqt talab qiladi deb o'ylashlari mumkin. Aslida unday emas va mana shu narsani fikrni onglariga singdirib, bu ingliz tilida, ya'ni o'rganishda dangasalik qilayotgan o'quvchilarimiz ham bor. Shuning uchun ham mana shu videomiz ancha foydali bo'ladi degan umiddamiz. Men Alisher Usmonov, men o'zi kimman va meni siz nima uchun eshitishingiz kerak? Ingliz tili fani bo'yicha men 7 yillik tajribaga egaman. Shu paytgacha ko'plab studentlarga, ya'ni ko'plab o'quvchilarga, 1000 dan ortiq o'quvchilarga IELTS olishlarida yordam berib kelganman va bundan tashqari xalqaro toifadagi ustozman, TESOL sertifikatiga, ya'ni 1000 dan 936 sertifikatiga egaman va shu paytgacha Zingo dasturining asoschisi, ya'ni ingliz tili bo'limi muallifiman. Bundan tashqari Rahimov Schoolda metodist bo'lib faoliyat yuritib kelganman va eng muhimi, bugungi kunda ko'plab studentlar, ayniqsa oramizda dangasa bo'lgan o'quvchilar juda ham ko'p va bunday o'quvchilarni ko'pchilik o'quv markazlar albatta o'qitmaydi, lekin mana shunday o'quvchilar hozirgi paytgacha ko'plab o'quvchilarimiz yaxshi natijaga ega. Hozirgi paytgacha ko'plab shunday, ya'ni dangasa bo'lgan o'quvchilarni o'qitib va ularni yuqori natijalarga erishishlikda asosiy sababchilardan biri bo'lib kelmoqdamiz. Bugun nima haqida gaplashamiz sizlar bilan birgalikda? Albatta 6 ta eng muhim bo'lgan tavsiyalarimiz va har bir tavsiyamizni chuqur amaliy birgalikda praktika, ya'ni amaliyotda ko'rib, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz shu narsalarni. Albatta bu videoda sizlar birinchi navbatda grammatikani o'rganish o'rniga muloqot qilish metodi haqida gaplashamiz va ikkinchi so'zmetr, ya'ni so'z yodlash metodikasi va shu bilan birgalikda kuniga 3-2-1 metodi orqali ingliz tilini ravon gaplashish va English Foundation va eng asosiysi sun'iy intellekt yordamida speakingni tekshirish va shu bilan birgalikda uyda o'tirgan holatda mana shu sun'iy intellektdan qanday qilib ustoz sifatida foydalanishlikni o'rganib chiqamiz. Hop, videoni oxirigacha ko'rganlar uchun qanday bonuslarimiz bor? Albatta buni ham aytib o'tishimiz kerak. 20 ta English Foundation video darsliklari, bu video darsliklarda siz har bitta mavzuga doir, ya'ni grammatikada qanday mavzu o'tgan bo'lsangiz, o'sha mavzuga doir ixtisoslashtirilgan video darsliklarimiz bor. O'sha narsalarni ko'rib o'tasiz. Buni keyinroq albatta tushuntirib o'taman, ya'ni bu ham dasturimizda bor. Va keyingisi 3 ta part, ya'ni speakingimizda eng muhim bo'lgan 1-chi, 2-chi, 3-chi partlarimizni qanday qilib oshirish bo'yicha silsilaga PDFlarimizni Telegram kanalimizga jo'natib o'tamiz va o'sha yerdan olishingiz mumkin va shu bilan birgalikda 3 oyda IELTS dan 7 olish silsilasini ham sizga
demak yuboramiz. Mana shu 3 ta eng asosiy bo'lgan bonuslarimizni siz qo'lga kiritib o'tasiz. Hozir aytib o'tadigan 5 ta maslahatlarimiz 7 yillik tajribaga asoslangan, ya'ni 7 yil davomida biz maktablar, xususiy maktablar, universitetlar, o'quv markazlarida sinab ko'rganmiz va ko'plab o'quvchilarimiz shu metodlar orqali yuqori natijalarga erishib, ya'ni IELTS 8 va undan yuqori natijalarga erishib va shu bilan birgalikda xorij davlatlarida o'qish ham universitetlarda hozir faoliyatlarni yuritib kelishmoqda. Xo'p, birinchi eng asosiy maslahatlarimizdan biri grammatikani o'rniga muloqot qilish metodi. To'g'ri, siz buni eshitgan paytingizda qanday qilib men grammatikani bilmasdan turib ingliz tilini o'rganishim mumkin yoki bo'lmasam shu soha bo'yicha ba'zi bir ekspertlar aytishi mumkin, grammatikasiz siz ingliz tilini o'rgana olmaysiz deyishi mumkin. Bu narsaga men to'g'risi qo'shilmayman. Agar siz o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, kelajakda yoki bo'lmasam shu ingliz tili sohasi bo'yicha qandaydir bir ilmiy ishlar qilmoqchi bo'lsangiz, albatta grammatikani siz o'rganishingiz kerak deb o'ylayman. Grammatikani albatta siz o'rganishingiz kerak deb aytaman. Oddiygina misol, siz mana o'zbek tilida gapirasiz yoki bo'lmasa rus tilida gapirasiz. Ya'ni tilingiz o'zbek tilida chiqqan. Siz grammatikani o'rganganmisiz? Albatta yo'q, to'g'rimi? Ya'ni siz muloqot qilish orqali yoki bo'lmasa eshitish orqali, shu narsani vizual ko'rish orqali, amaliy jarayonlar orqali o'rgangansiz. Shuning uchun bizning birinchi maslahatimiz, ya'ni o'quv markazimizga kelishadimi yoki ingliz tilini endi boshlamoqchi bo'lgan, ya'ni maslahat so'rayotgan insonlarga ham biz har doim shu maslahatimizni berib kelamiz. Grammatikani o'rniga doim muloqot qilishingiz kerak bo'ladi deb o'ylaymiz. To'g'ri, birinchi eshitgan paytda qanaqa qilib deb o'ylashadi. Ya'ni biz bu narsani amaliy tarafini ko'rsatib kelamiz. Misol uchun, siz birinchi navbatda ya'ni darsga qatnashdingiz. Oddiygina misol, shu darsga kirgan paytingizda, ya'ni u yerda haqiqiy ingliz tili muhiti bo'lishi kerak. Ya'ni ingliz tili muhiti bo'lgandan keyin siz sekin gapirishni boshlaysiz. Ya'ni o'qituvchi birinchi navbatda to'liq darsni ingliz tilida olib borishi kerak bo'ladi, hattoki siz ingliz tilini bilmasangiz ham. To'g'ri, qiynalasiz boshida, lekin ana shu ustozdan eshitayotgan qandaydir bir yangi so'zlarni qulog'ingiz sekin, demak, bu narsa adaptation deb ataladi. Ya'ni qulog'ingiz sekin-asta o'rganishni boshlaydi. Yoki bo'lmasam ustoz biror bir narsani tushuntirayotgan paytda, hattoki mana shu gesture deb ataladi, ya'ni tana tili orqali gapirayotgan paytda ham siz ana shu narsani, demak, shu fe'l, ya'ni misol uchun aytadigan bo'lsak, misol uchun take, please, stop desa, ya'ni oddiy mana shu belgi orqali ham siz, ya'ni to'xtash belgisini, ya'ni stop belgisini o'rganishingiz mumkin. To'g'ri, grammatikadan xato qilasiz, ya'ni bu xavotirli emas, chunki sababi siz oddiygina misol kichkinaligingizda ham gapirish boshlagan paytingizda, ya'ni o'zbek tilida gapirish boshlagan paytingizda baribir xato qilasiz. Keyinchalik sekin o'rganib, ya'ni mana shu narsani qayta takrorlaganingizdan keyin grammatika o'zi sezmagan holatingizda, ya'ni o'rganib borasiz. Chunki nimaga biz ko'p o'quvchilarga, ya'ni boshlagan paytda grammatikani u darajada, ya'ni fokus qaratmaymiz, ya'ni e'tibor qaratmaymiz. Chunki grammatikani o'rgangandan keyin insonda shunaqa narsa bo'ladiki, mana siz ham ya'ni boshingizdan o'tkazgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni grammatikani o'rganganingizdan keyin endi gapirmoqchi bo'lgan paytingizda birinchi navbatda miyangizga grammatika keladi. To'xta, hozir xato qilib qo'ymayman, subjekt to'g'ri qo'ymayman, fe'l to'g'ri qo'ymayman, objekt to'g'ri qo'ymayman degan narsa bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsa o'ylashingiz o'ziga ketish o'rniga, undan ko'ra erkin gaplashsangiz, xohlagan gapingizdan qat'iy nazar sekin chiqishni boshlaydi. Shuning uchun birinchi maslahatimiz, har doim yodingizda tuting, grammatikani o'rniga faqat speaking practice, ya'ni muloqot practice qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu ustoz yordami bilan birgalikda. Ikkinchi eng muhim maslahatlarimizdan biri, bu albatta sizga qiziqarli bo'ladi degan umidamiz, ya'ni so'z metr, ya'ni so'z yodlash metodi deb ataladi. Bu ham ko'pchilik studentlarni, ya'ni bu nafaqat ingliz tilida, xohlagan tilni o'rganuvchilarda eng asosiy mavzulardan biri hisoblanadi. Barchamizga ma'lum, siz biror bir tilni o'rganmoqchimisiz, uni so'zini yodlashingiz kerak bo'ladi. To'g'rimi? Chunki siz oddiygina misol so'z bilmasangiz, qanaqa gapirasiz? Ya'ni birinchi navbatda biz lug'at yodlashimiz kerak bo'ladi. Va lug'at yodlayotgan paytimizda esa ko'pchilik o'quvchilarimiz ya'ni muammoga duch kelishadi. Bu qanday muammo? Aytaylik, siz biror bir so'z yozib olasiz. Misol uchun aytadigan bo'lsak, oddiygina misol, oddiygina mana stolimizdan ustida turibdi, laptop yoki bo'lmasam tablet, planshet deb oladigan bo'lsak, demak, tablet deb yozdingiz, keyin u narsani o'zbekchalab yozasiz, planshet deb, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin nima qilib yodlaysiz? Tablet, planshet yoki bo'lmasam teskarisi, planshet, tablet. Bu yerda siz nima qilib yodlayapsiz? Shunchaki ustozdan o'tkazish uchun.
Ya'ni borasiz, ya'ni ustoz so'raydi shu lug'atda, siz aytib berasiz, ha, tablet, ya'ni bu planshet degani yoki planshet tablet deb aytib berasiz. Lekin bu narsa shunchaki, ya'ni topshiriqni yaxshi bajarib o'tkazish uchun topshirdingiz xolos. Lekin bu narsa passiv hisoblanadi, ya'ni aktiv emas. Siz bu narsani passiv yodladingiz. Birpasdan keyin so'zlaringiz ko'payib borgan sari bu so'zingiz sekin ongingizdan chiqib ketadi va siz gapirmoqchi bo'lgan paytingizda bu so'z umuman esingizga kelmaydi. Shuning uchun mana shu hozir so'z metrimizni yaxshilab o'rganib oling, boshidan oxirigacha va bu metodimizni o'zingiz amaliyotda ham qo'llab ko'ring. Mana shu video jarayonida ham qo'llasangiz bo'ladi. Bu narsani darhol sezasiz. Buni biz o'zimiz shaxsan boshqa tillarga ham qo'yib ko'rganmiz. Misol uchun yapon tiliga ham, arab tiliga ham, demak, koreys tiliga ham qo'yib ko'rganmiz va bu hech qanaqangi grammatikasiz ham ish bergan. Bu metod orqali siz mana shu so'zni qaytarib turib, ya'ni o'rganganingizdan keyin bitta so'zni o'rgansangiz, xudo xolasa inshaalloh bu narsa esingizdan chiqmaydi. Ya'ni qaytarmasingiz ham. Oddiygina misol, men o'zimdan misol keltiraman. Ya'ni 2019-yilda yodlagan so'zim hozirgacha ham ochib qaramayman. Xohlagan paytim, ya'ni gapirmoqchi bo'lsam muloqotda ana shu so'z esimga keladi va men bevosita ishlatib keta olaman. Xo'p, bu qanday metod? Ya'ni siz bitta so'zni olasiz. Misol uchun, ya'ni tablet, to'g'rimi? Misol tabletni oldingiz. Buni yozib qo'ying, tablet, to'g'ri, va o'zbekchalab, xohlasangiz ruschalab, xohlagan tilingizda yozib qo'ying tarjimasini. O'zingizga qanaqa qulay bo'lsa. Endi bu narsani tablet, planshet tablet deb yodlamaysiz. Endi tablet so'zini olamiz. Tushundingmi? Ya'ni tablet nima edi? Juda ham to'g'ri, ya'ni planshet edi, to'g'ri. Bugundan boshlab siz planshet degan so'zni sal chiqarib turasiz. Tabletni oldik, o'zbek tiliga qo'yamiz. Qo'ydik-a? Yaxshi. Endi qaranglar. Tablet so'zini o'zbek tiliga aralashtiramiz. Qaranglar, stolimizning ustida zo'r tablet turibdi. Bu Apple tablet. Hozir bu, demak, zaryadkada turibdi, to'g'rimi? Ya'ni bu ishlayapti, yaxshi. Qarang, bu tabletni 2 yil oldin olganman. Men tabletni juda ham yaxshi ko'raman. Siz ham menimcha yaxshi ko'rsangiz kerak tabletni, to'g'rimi? Demak, ko'rdingiz, men 4 marta yoki 5 marta gapimda tablet so'zini ishlatdim. Demak, ongimda nima bo'ldi? Endi planshet degan so'zni o'rniga men bugundan boshlab tablet so'zi kelaveradi. Tushundingmi? Demak, qanaqadir do'konga borsangiz ham, iltimos menga tablet berib yuboring. Keyin ular tushunmasdan turib, nima deyapsiz deyish mumkin, to'g'rimi? Demak, siz uzr, planshet dedi. Planshetman, to'g'ri. Demak, xuddi shu orqali siz mana tablet so'zini siz o'zbek tilingizga kiritdingiz va bugundan boshlab tablet deysiz, ya'ni planshet demaysiz, planshetligini bilasiz. Demak, bu orqali siz mana shu so'zni doimiy fikrga qoldirasiz. Tushundingmi? Demak, bu orqali siz nima qilyapsiz? Birinchi navbatda so'zni real hayotda ishlatyapsiz va shu so'zni vizual holatga keltirdingiz. To'g'ri, meni hozir oldimda tablet ya'ni planshet bo'lganligi uchun ko'rdinglar, mana hozir o'zi darhol, ya'ni planshet demayapman, o'sha hozir metodikani ishlatgandim. Planshet demayapman, sirazi tablet, ya'ni ongim sirazi tablet deyapti. Buni foydasini ham ko'rishimiz mumkin hozirgi holatda ham. Demak, tasavvur qiling, endi hozir yonimda planshet yo'q, ya'ni tabletimiz yo'q. Boshqa so'z keldi deylik. Misol uchun, ya'ni qiyinroq so'z aytamiz, ya'ni bottle degan. Ya'ni baklashka, to'g'rimi? Endi bottle degan so'zni siz, ya'ni ko'z oldingizga keltirmas ekansiz, albatta esingizda qolmaydi. Demak, bottle esingizga keldi, bottle baklashka bo'ldi, yozib qo'ydik. Ko'z oldingizga keltiring. Demak, ko'chada, qanaqadir do'konlarda suv olyapsiz, juda ham ko'plab har xil turdagi suvlar turibdi. Nimani ichida turibdi? Bottle ichida turibdi. Ya'ni baklashkani ichida turibdi. Ongingizga keltirdingiz, bo'ldi. Shuni o'zi yetadi. Endi yana boyagi metodga qaytamiz. Demak, bottle oldingiz, ya'ni ishlatasiz o'ziga. Tushundingizmi? Men bugun Flavis bottleli suv oldim, lekin bottlni ochgan paytimda ichidan suv chiqib ketdi. Demak, bottle juda ham muzday ekan, to'g'rimi? Demak, xuddi shu holatda kamida yoki 4 marta, 5 marta so'z, ya'ni bu narsaga, so'zga misol keltirishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali sizda mana shu so'zlarimiz, demak, umrbod esda qoladi. Bu metodlar orqali, ya'ni so'z metr orqali o'quvchilarimiz shu paytgacha ham, ya'ni bir kun o'zida 500 gacha so'z yodlashgan va bu juda ham, ya'ni qulay va uzoq muddatga qolgan. Vaqtinchalik emas, xohlagan paytingizda ishlatmoqchi bo'lsangiz, darhol esingizga keladi. Uchinchi eng muhim bo'lgan maslahatlarimizdan bittasi bu 3-2-1. To'g'ri, bu qanaqadir o'yin emas, 3-2-1 degan qarsak emas. Bu aynan ingliz tilida juda ham kerak bo'ladigan va siz aynan dangasalik qilayotgan bo'lsangiz, qandaydir bir ma'lumot o'qiyapsiz, lekin miyangizga kirmayapti, yoki bo'lmasa listeningdami, yoki readingdami, yoki writingdami, qandaydir istalgan ma'lumot bo'lishidan qat'iy nazar, bu 3-2-1, ya'ni bu 3-2-1 metodimizni qo'llasangiz, bemalol ingliz tilida har qanday ma'lumotni eslab qolib turib, ham yoza olib, ham gapira olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Ya'ni bu qanday metod? Siz tasavvur qiling, ingliz tilida biror bir ma'lumot o'qiyapsiz. Demak, men hozir faqatgina reading misolidan, ya'ni o'qish misolidan keltiraman, keyin esa bu narsani listeningga o'tkazaman, keyin esa writingga o'tkazaman. Shuning uchun diqqat qilasiz, biz hozir reading, ya'ni o'qish misoli bo'yicha buni ko'rib chiqsak, 3-2-1 metodi qanaqa ishlaydi? 3, ya'ni bu 3, ya'ni bu nima degani? Siz biror bir ingliz tilida matn oldingiz, buni 3 marta o'qib chiqasiz. Tushundingizmi? Tarjima qilmaysiz, shunchaki uni tanishib chiqasiz. Bu o'zi nima? Misol uchun nima haqida? Aytaylik, travel haqida ketyaptimi, sayohatmi, ovqatmi yoki biznes haqidami? Shu narsani 3 marta o'qib chiqing. Tushundingizmi? Yoningizda lug'at bo'lmasin, siz ingliz tilini bilmang, mayli, lekin ichida hajabi bitta bo'lsa ham so'z tushunasiz. Misol uchun a degan bo'lishi mumkin, z degan bo'lishi mumkin, artikellarni ham cho'p qolishingiz mumkin. Maktabda o'rgangan my name is degan narsa ham chiqib qolishi mumkin. O'sha narsani tushunasiz hajabi. Demak, 3 marta o'qiymiz, o'sha narsani hech qanaqa tarjima qilmaymiz. Bizning asosiy maqsadimiz bu orqali, ya'ni tekstni, ya'ni matnni tanishib chiqish. Tushundingmi? 3 marta o'qib chiqdik. Xo'p. Endi esa ozgina muddat, misol uchun 1 minut yoki 2 minut, 1 daqiqa yoki 2 daqiqa dam olamiz. Keyin esa ikkinchi metodga o'tamiz. Ikkinchi metodda nima qilamiz? Xuddi shu tekstni olamiz yana bir marta. Ikkinchi metodda, ya'ni biz 2 marta asosiy g'oyalarni eslashga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni bu tekst nima haqida edi? Demak, car bo'lishi mumkin. Demak, car sale, mashina savdosi haqida ketgan bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, voqealarni eslab ko'ring. Qachon bo'lgan? Demak, 2009-yil yoki 2025-yilda qanaqadir mashina sotilgan bo'lishi mumkin. Bu tekstimiz haqida. Yaxshi. Kimlar orasida bo'lgan bo'lishi mumkin? Bitta odam, ya'ni do'konga kelgan, shu mashina olish maqsadida. Xo'p, yaxshi. Demak, qanaqa keyin voqealar nimalarga o'zgardi? Keyin mashinani oldi. Xo'p, keyinchi, xo'p, qanchaga sotib oldi? Pullar haqida, oldida kimlar bor edi? Demak, atrof muhit qanaqa edi? Xuddi shu haqida eslashga harakat qilasiz. Ya'ni bu narsani 2 marta eslab ko'rasiz. Tushundingmi? 2 marta eslaysiz. Agar xohlasangiz, mana shu ikkinchi metodimizda, ya'ni 2 marta eslash o'rniga 2 marta shu narsani aytib bersangiz ham bo'ladi. Agar aytib berishdan ham uyalsangiz, 2 marta yozing o'sha asosiy g'oyalarini. Qaytaraman, bu metodda ikkinchi metodimizda, ya'ni 2 marta qaytarayotgan payt, ya'ni 2 marta siz yozasizmi yoki 2 marta aytasizmi, bunda siz faqatgina, ya'ni asosiy g'oyalarni to'liq boshidan oxirigacha emas. Misol uchun nima deyilgan bo'lsa, birinchi qatorda, ikkinchi qatorda u shart emas. Ya'ni esingizda nima qolgan bo'lsa, o'shani asosiy g'oyalarini yozib berishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa yozishga agar qiynalsangiz, ya'ni sizga qaysi biri qulay bo'lsa, aytib berish qulay bo'ladigan bo'lsa, shunchaki aytib bering. 2 marta, faqat bu narsani 2 marta, 1 marta emas. 1 marta aytib berdingiz, undan keyin esa ikkinchi marta aytib berishingiz kerak bo'ladi. Tushundingmi? Demak, endi esa oxirgi metodimiz 1. Ya'ni bu 1 marta ishlatasiz. Birinchi 3 marta ma'lumotni o'qidingiz, tanishib chiqdingiz. Ikkinchisida 2 marta asosiy g'oyalarni aytib berdingiz va oxirgisi finally bu metodimizda esa hech narsadan foydalanmaysiz. Bu hammasini chetga surib qo'yib, kitoblaringizni va o'qigan ma'lumotlaringizni bitta oq qog'ozga hammasini yozib chiqasiz. Va buni diqqat bilan eslab, endi boyaga yetmagan g'oyalaringiz, ya'ni ikkinchi metodimizda, ya'ni 2 marta siz o'sha narsani yozdingiz-ku, asosiy g'oyalarini. Endi oxirgi metodimizda esa bunda siz to'liq boyaga yetmagan g'oyalaringizni ham boshida yana nimalar qolib ketdi, o'shani eslashga harakat qilasiz. Tushundingizmi? Eslang, Mamada, it's the beginning of the year, yaxshi. That some people were traveling, yaxshi. O'sha narsalarni eslab ko'rasiz, keyin o'sha narsani oxirida yozasiz. To'liq yozasiz boshidan oxirigacha. Keyin yozib bo'lganingizdan keyin, demak, mana shu yerda siz ko'rasiz haqiqiy mehnatingizni. Bu mehnat orqali nima o'rganasiz? To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, bu juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Yo'q, unaqa ko'p vaqt talab qilmaydi. Sizdan bor yo'g'i 20 minut yoki yarim soat vaqt talab qilishi mumkin. Demak, bunda siz nimani o'rganasiz? Birinchi navbatda ma'lumotni to'liq miyangizga singdirishga. Biror ma'lumotni o'qidingizmi, shunchaki o'qib ketmaysiz. O'qidingizmi? Demak, birinchi navbatda miyangizga singdirdingiz va u g'oya, birinchi navbatda uni g'oyasini olasiz va u g'oyani keyinchalik u speakingizga ta'sir ko'rsatadi. Agar siz writing qiladigan bo'lsangiz, writingingizga ham ta'sir ko'rsatadi. Biz sizlar bilan hozir oddiygina misol reading misolida ko'rdik. Endi tasavvur qilinglar, sizlar qandaydir bir ingliz tili ma'lumot ko'rib qoldingiz. Ya'ni inglizcha video ko'ryapsiz. To'g'ri, siz boshlang'icsiz, lekin ingliz tilidagi videolarni, kinolarni tushunmasligingiz mumkin. Chunki hali siz darajangiz yetmaydi unga. Shuning uchun nima qilamiz? Birinchi navbatda o'sha YouTube'da bo'ladimi yoki qaysidir platformada video ko'rayotgan paytingizda tepada subtitrni yoqib qo'ying birinchi navbatda. Subtitrni yoqib qo'yasiz, pastda subtitr chiqadi. Subtitrni diqqat bilan yozib oling o'zingizga. Tushundingmi? Demak, diqqat bilan yozib olamiz. Xuddi boyagi metodga qaytyapmiz.
Biz buni faqatgina video misolda qilyapmiz. Yozib oldik va undan keyin birinchi navbatda hammasini yozib oldik. Ha aytgancha, siz videoni boshidan oxirigacha, misol uchun 1,5 soatlik kino bo'ladigan bo'lsa, 1,5 soatlik kinoni yozishingiz shart emas. Chunki boshlang'ich bo'ladigan bo'lsangiz, qiynalib qolasiz va zerikib qolasiz va natijada oxirida to'xtatasiz. Shuning uchun 5 daqiqalik yoki bo'lmasam 1 minutlikni, 1 daqiqalikni olib turib boshlang. 1 daqiqani boshladingiz, yozdingiz, yozib bo'lganingizdan keyin videoni iloji bo'lsa yana boshidan bir marta ko'rib olasiz. O'sha 1 minut, ya'ni 1 daqiqagacha bo'lgan polni, ya'ni to'liq yozgan narsalaringizni orqasidan ozgina bo'lsa ham qaytarib oling, to'g'ri talaffuz qilish uchun. Ba'zi so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilishimiz mumkin. Shuning uchun. Endi bu videoni, ya'ni biz yozib olgan ma'lumotimizni oldik. Endi nima qilamiz? Xo'p, yana xuddi boyagi metod. O'qib chiqasiz. Demak, 3 marta o'qib chiqing, 3 marta o'qib chiqasiz. To'g'ri, siz u yerda juda ham advanced, yuqori darajadagi so'zlar ishlatilgan bo'lishi mumkin, tushunmasligingiz mumkin. Bundan xavotir olmang. O'qib chiqdik 3 marta. Ikkinchi metodga sakradik, ya'ni ikkinchi metodga o'tdik. Ikkinchi metodda esa biz xuddi shu asosiy g'oyalarni boyaga o'qib chiqqaningizda nimalar esingizda qoldi? Misol uchun, advancement, revolution, to'g'rimi? Bu albatta yuqori so'z, lekin siz uni so'zini bilmasangiz ham shunchaki yozib qo'ying. Xato yozsangiz ham mayli, yozib qo'ying yoki bo'lmasa o'sha so'zni aytib berdingiz. 2 marta aytib berdingiz. Revolution. Bo'ldi, yaxshi. Keyin endi oxirgi metodga o'tasiz yana bir marta. Endi esa yaxshilab diqqat qilib ko'zingizni yumsangiz ham bo'ladi. Tinch xonada eslab ko'ring o'sha so'zlarni. To'liq tekstimizni nimalar yozdingiz boshidan oxirigacha. Agar xohlasangiz, xuddi shu narsani aytib bering bir marta. Agar xohlasangiz, shunday yozib chiqing-da, shu narsani aytib bersangiz ham bo'ladi. Demak, biz bu narsani nima qildik? Videoda ham qo'llab ko'rdik. Endi listeningni qilib ko'rsak ham xuddi shu holatda bo'ladi. Qandaydir ma'lumotni eshitdingiz, u ma'lumotni bittalab to'xtatib turib, yana yozasiz. Xuddi shu boyagi 3-2-1 metoddan foydalanasiz. Va 4-maslahatimiz eng muhim maslahatlardan biri hisoblanadi. Bu English Foundation video. Xo'p, bu o'zi nima? Ya'ni siz qarang, mana boshidan yana qaytarib o'taman. Siz grammatikaga e'tibor bermagan holatda siz gapirdingiz. Faqat practice qildingiz va undan keyin so'z yodladingiz, to'g'rimi? Misol uchun, so'zni yodladingiz va undan keyin 3-2-1 metoddan foydalandingiz. Ya'ni o'sha yozib chiqdingiz, gapirdingiz va uni masalan eslashga harakat qilib ko'rdingiz. Va endi esa sizga yana bitta narsa yordam kerak bo'ladi. Bu albatta video. Ya'ni bizga video nimaga kerak? Faqatgina biz yozmaymiz yoki bo'lmasa faqatgina gapirmaymiz. Video orqali siz realniy muhitni o'rganasiz. Haqiqiy ingliz tili atmosferasini ko'rasiz. Misol uchun, aytaylik siz faqatgina ingliz tilini shunchaki qog'ozda yoki bo'lmasam gapirish orqali o'rganaman desangiz, to'g'ri, bu ham to'g'ri. Lekin siz haqiqiy inglizlar bilan ko'rishgan paytingizda o'sha muhitda, ya'ni ular qanaqa gapirayotganini ko'rgan paytingizda o'zingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun va tajribaga yetarli ega bo'lishingiz uchun biz albatta video tayyorlaganmiz. Ana shu videolarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu videolar qanaqa? Misol uchun siz bugun to be ni o'rgandingiz. Ya'ni bu hamma ingliz tilini boshlagan o'quvchilar, insonlar borki, to be ni o'rganishadi. Va albatta to be juda ham, demak, murakkab deb o'ylashadi. Aslida oson, to'g'ri. Lekin mana shu to be ni faqatgina yozib emas, faqatgina gapirib emas, siz o'shanga doir videolar ko'rishingiz kerak bo'ladi. Lekin hozir YouTube'lardami yoki bo'lmasa boshqa platformalardami siz har qanday video ko'rayotganingizda, demak, bunaqangi faqat to be ishlatilgan videolar yo'q. Shuning uchun siz faqatgina ana shu mavzuga doir real muhitda inglizlar o'zi qanaqa ishlatgan mana shu to be ni shuni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Tushundingmi? Demak, misol uchun to be ni o'rgandingiz, I am, ya'ni am edi. He is, o'rgandingiz, we are. Demak, xuddi shunga doir faqat videolarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, ikkita inson gaplashyapti. Misol uchun, I'm from Tashkent. Ya'ni men Toshkentdanman deyapti. Yaxshi. Where are you from? Demak, sen qayerdansan deyapti. Yaxshi. Bunda ham to be dan foydalanyapti. Ya'ni are so'zidan, to'g'rimi? Where are you from? E'tibor bergan bo'lsanglar, men hech qanaqangi boshqa fe'ldan foydalanmayman. Chunki sizlar faqat to be ni o'rgandinglar. Yaxshi. Keyin aytdi, I'm from Tashkent too. Yaxshi. Nice to meet you. I'm a doctor. I'm 19 years old. Ko'rdinglar? Hammasida deyarli men to be dan foydalandim. Xuddi shunaqangi siz video ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qaysi mavzuni o'rgandingiz, o'sha mavzuga doir inglizlar o'zi qanaqa gapirgan bo'lsa, shu narsani real muhitda his qilishingiz kerak bo'ladi. Siz chunki bu narsani real his qilganingizdan keyin xohlagan inglizlaringiz bilan gaplashayotgan paytingizda bemalol erkin gaplasha olasiz. Mana bu yerdagi hayajoningiz bemalol chiqib ketadi. Shuningdek, demak,
o'sha videoni demak biz mavzuyimizga bog'lashimiz kerak bo'ladi. Qanaqa mavzuni o'rgangan bo'lsak, o'sha mavzuga doir ikkita yoki bitta video ko'rgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Endi esa eng oxirgi maslahatimiz, ya'ni bu 5-maslahatimiz sun'iy intellekt yordamida speaking qilish. Hammamizga ma'lum, bugun deyarli hamma sohada, ya'ni sun'iy intellekt egallab bo'ldi. Buni albatta yaxshi va yomon taraflari bor. Siz ya'ni qanday ishlatishingizga bog'liq. Sun'iy intellektda ko'pchiligimiz bilmagan, ya'ni katta imkoniyatlari bor. Siz uchun ayniqsa, hattoki ba'zi bir o'quv markazlari taklif qila olmaydigan darajadagi ko'p narsalarni siz sun'iy intellektdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu qanday deysizmi? Agar siz boshqa chet joylarda, ya'ni Toshkent shahridan chekka joylarda yoki bo'lmasa viloyatlarda o'qiydigan bo'lsangiz va ana shu joydan turib siz sun'iy intellektdan ham, ya'ni ustoz orqali foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu qanday qilib? Birinchi navbatda sun'iy intellekt sizga nima bera oladi? Siz sun'iy intellektdan agar speakingiz, ya'ni muloqotingiz yoki writingiz, ya'ni yozishingiz, listening, eshitishingiz yoki reading, o'qishingiz yaxshi bo'lmasa, unga to'g'ri vazifa berish orqali uni boshqara olishingiz va uni sizga o'qituvchi va yordamchi va sizni tekshiruvchi, hattoki ekzamen qilib olishingiz ham mumkin. Buni qanday qilamiz? Birinchi navbatda oddiygina misol, siz ya'ni beginnersiz, ya'ni boshlang'ich darajasidan olib qaraydigan bo'lsak, siz endi ingliz tilini boshladingiz. Sun'iy intellektdan, demak, siz ingliz tilini bilmaysiz, hech qanaqa xavotirli joyi yo'q. Sun'iy intellektni oching va unga o'zbekchalab yozsangiz ham albatta tushunadi bu narsani. Hammamiz bilamiz. Unga ayting, "Men ingliz tilini endi boshladim. Men tubini o'rgandim." Misol uchun aytadigan bo'lsak, siz bugun birinchi darsda tubini o'rgandingiz, qatnashdingiz. Tubini o'rgandim va ustoz menga aim is are-larni o'tdi. Va aim is are-larni men yaxshi tushunmadim. Agar tushunmagan bo'lsangiz, shu narsani oddiyroq, soddaroq misollar bilan tushuntirib ber, menga aytsangiz ham tushuntirib beradi. Endi yaxshi, qiziqroq joyga o'tamiz. Siz tubini yaxshi o'rgandingiz, endi esa sun'iy intellektga aytdingiz. Sun'iy intellekt, men bugun tubini o'rgandim. Xo'p, yaxshi, nima qilay? Endi sen menga sun'iy intellekt menga muloqotchi va ya'ni gaplashuvchi. Siz unga, ya'ni sizga bitta do'st bo'lib beradi, siz u bilan gaplashasiz. Keyin menga ozgina vaqtingni ajrat, sen bilan birga gaplashsam shu, ya'ni tubiga doir. Faqat meni qiynab qo'ymagan, oddiyroq, soddaroq misollar bergan deb turib, u bilan gaplashasiz. U sizga savollar beradi, siz uning savollariga javob berasiz va aytib qo'ying, agar qayerdadir xato qilayotgan bo'lsam, xatoyimni aytib ketgan deb aytasiz. Keyin xatoyingizni aytib ketgan paytda shuni daftar olasiz, xatolaringizni yozib ketasiz. Demak, bu birinchisi. Ya'ni siz speakingni qo'llaysiz. Agar darajangiz sekin oshgan sari mavzu ham qiyinlashadi. Tushundingizmi? Demak, agar siz bugun travel haqida mavzuda gaplashayotgan bo'lsangiz, part 1 bo'yicha, do you like traveling bo'yicha mavzu tushdi. To'g'rimi? Misol uchun, sun'iy intellektga men senga o'zimga tayyorlagan mavzuyim bordi, meni eshit va grammatik jihatdan, lexical va talaffuz jihatidan va fluency, ravonligim jihatidan mana shu 4 ta narsani tekshirib bergan deb aytsangiz bo'ladi. Chunki mana shu 4 ta narsa siz IELTS topshirayotgan paytingizda imtihon oluvchilar tomonidan, demak, mana shu 4 taga asoslangan holatda sizni bahoyingizni chiqarib berishadi. Agar mana shu 4 ta kriteriyangiz past bo'ladigan bo'lsa, albatta ballingiz ham past bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda sun'iy intellektga ham to'g'ri vazifani berib olishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa ingliz tilida prompt deb ataladi. Promptni yozdingiz, vazifasini topshirdingiz, menga shu 4 ta narsa bo'yicha speakingimni tekshirib baholab bergan deysiz va u sizni bevosita speaking gapirayotgan paytingizda baholab ketadi. Endi esa xuddi shuni qanaqa yaxshiroq bir variantga o'zgartirsam bo'ladi deb turib, endi siz tasavvur qiling, pre-intermediate-dasiz. Shu pre-intermediate gapirib olasiz va u sizga yaxshi tavsiyalarni beradi. Ko'pchiligimiz sun'iy intellekt foydalanayotgan paytimizda eng bitta katta xatoga yo'l qo'yishadi, ya'ni ko'pchilik qilgan xato. Sun'iy intellektga shunchaki yozasiz, misol uchun bitta o'quvchimiz aytib beryaptilar-da, qanaqa qilib siz speakingizni oshirdingiz dedim. Mana shunaqa, ya'ni sun'iy intellektga kirdim, sun'iy intellektga, ya'ni o'rgangan mavzuyim bo'yicha lug'atlar ber dedim. Lug'atlarim 8-9 daqiqa, ya'ni C2, C1 leveldaqa bo'lsin dedi. Lekin bu narsani hamma qiladi. Mana shu ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarning hammasi C1, C2, ya'ni yuqori darajadagi lug'atlar bergan deb aytishadi. To'g'ri, lekin sizdan oldin qancha odam xuddi shunaqa foydalangan. Lekin siz ozgina bo'lsa ham ulardan ancha ajrab turishni xohlasangiz, ya'ni speakingni juda ham chiroyli ishlashni xohlasangiz, birinchi navbatda hamma qilmagan ishdan foydalanishga harakat qiling. Bu qanaqa bo'ladi? Demak, men sun'iy intellektga nima qilaman? Demak, biror bir speaking bo'yicha mavzu tayyorlamoqchi bo'lsam, sun'iy intellektga men speaking deb yozmayman. Misol uchun mavzuni olaman, misol uchun accommodation bo'yicha, ya'ni turar joy haqida gaplashmoqchiman bugun siz bilan birgalikda. Siz qanaqa turar joyda yashaysiz? Turar joyingiz kattami, kichkinami? Nima deb o'ylaysiz? Domda yashagan yaxshimi yoki hovlida yashagan yaxshimi haqida mavzu bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, sizning lug'atingiz kam bo'ladigan bo'lsa, albatta menni ham kam tasavvur qilamiz. Men unga hech qanaqa speaking demayman-da. Menga accommodationga doir
articles, ya'ni maqolalar, newspapers, ya'ni gazetalar, magazines, jurnallar va bookslarda zo'r mavzularni ber menga deyman-da, u menga beradi. Yana xuddi boyagi metodga qaytaman. 3-2-1 metodiga. Shunda olaman, o'sha narsani xohlasam chiqarib olaman. Yoki bo'lmasa mana shu qulay bo'lsa, mana shundan foydalanaman. Xo'p, artikel o'qib chiqaman. Demak, bugungi kunda mana shunaqa hodisalar bo'layotgan ekan. Bugungi kunda demak Toshkent shahrida har xil accommodationlar bor ekan. Demak, detached accommodation, bunaqa accommodationlar, flat apartments, halls of residencelar, ya'ni talabalar turar joylari bor ekan. Buni qanaqangi yaxshi salbiy oqibatlari bor ekan. O'qib chiqaman. O'qib chiqqanimdan keyin yaxshi zo'r collocationlar. Collocation degani bu so'z iboralarni, so'z birikmalarini yozib chiqaman. Yozganimdan keyin ana endi nima qilaman? Bu narsani men olib turib, sun'iy intellektga shunday yozib chiqaman-da. Hamma so'zlarimni qara, endi shundan menga shu so'zlarimga doir, demak, C1, C2 qilib bergan deyman, keyin u menga C1, C2 qilib beradi. Ya'ni yuqori darajadagi qilib beradi. Siz bu orqali nima qildingiz? Siz bu orqali boshqalar qila olmaydigan va boshqalarga o'xshamagan ideya, g'oya yaratdingiz. Va bu g'oyani siz gapirgan paytingizda examinerga tasavvur qiling, siz kirdingiz mana imtihon oluvchiga. Bir kunda imtihon oluvchi 100 ta odam bilan gaplashdi. 100 ta odamga travel mouse tushdi. Travel mouse'da hamma bir xil gapiryapti. Misol, do you like traveling? Yes, I'm really into traveling. Yes. Why? Because I can learn a lot of things. Hamma gapirdi. Keyin G'anishir degan bola kirdi. G'anishir ham xuddi shu gapni gapiryapti. Yes, I'm really into traveling. I can get away from it all. Hamma bir xil. Lekin examiner nima qiladi? Bir xil baholab turaveradi. Keyin bitta Sherali degan boshqa inson kirib keldi. U gapiryapti traveling bo'yicha, boshqacha fikr. Ana uxlab yotgan examiner shunday uyg'otib yuborasiz. Nima bo'lyapti? Kim bu deydi. Tushundingizmi? Shuning uchun biz sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Sun'iy intellektdan speaking degan bo'lsa, siz speakingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, speakingni bermang. O'shanga doir demak nima qilishimiz kerak? Maqolalar, reading, demak, kitoblar va magazin, jurnallar va yana nima? Newspaper. Siz bu orqali hammasini terib chiqyapsiz va undan erinmasdan yozib chiqyapsiz zo'r g'oyalarni. G'oyalarni shundoq sun'iy intellektga tashladingiz. Sun'iy intellekt sizga zo'r qilib turib, sizga bitta skelet qilib beradi. Xohlasangiz bo'lmasam agar yo'q, men sun'iy intellektga ergashmayman desangiz, shunchaki o'sha g'oyani oldingiz, shunchaki sun'iy intellektga tashlang, qara, mana shu demak meni fikrlarni men ishlatmoqchiman, shuni tekshirib ber shunchaki dengda, o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi bu narsani. Tushundingizmi? Demak, sun'iy intellekt yordamida siz speakingizni qanday qilib oshirishingiz mumkinligini mana sizga demak ochiq gapirib o'tdik. Sun'iy intellektdan biz yana qanday imkoniyatlardan foydalanishimiz mumkin? Sun'iy intellektda siz xato qilayotgan paytingizda uni o'rgatuvchi sifatida, ya'ni tekshiruvchi sifatida ham qilib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni siz unga bitta, ya'ni prompt yozasiz, ya'ni nima deydi bizning o'zbek tilimizda, ya'ni vazifa topshirasiz. Qara, men senga har kuni murojaat qilaman, o'tgan mavzularim bo'yicha faqatgina tekshirasan, xatolarimni va xatolarim bo'yicha feedback berasangiz. Bilasizmi, o'zi ingliz tilini o'zi nafaqat ingliz tilida xohlagan tilni o'rganayotgan paytingizda birinchi navbatda agar siz feedback eshitmas ekansiz, ya'ni xulosa kimdir tarafidan siz qayerda yaxshi tarafingiz, qayerda yomon tarafingiz haqida, ya'ni kamchiliklaringiz haqida eshitmas ekansiz, siz xato qilaverasiz. Tushundingizmi? Demak, chunki siz boshlang'ich darajada o'rganyapsiz, siz o'zingizni xatoyingizni to'g'rilay olmaysiz. Siz 24 soat ustozi oldida bo'la olmaysiz. To'g'rimi? Ustozi oldiga 1,5 soatga, misol uchun bir kunga borsangiz, 1,5 soatdan keyin o'sha ustoz band bo'lishi mumkin. Sizda esa tayyor mana ustoz turibdi. Shu ustozni olasiz, demak nima qilamiz? Unga yozasiz. Keyin san menga ustoz bo'lib berasan va sen har kuni men mavzu tashiyman, o'sha mavzu bo'yicha o'rganganlarimni bo'lishaman va xatolarimni aytasan, xatolarimni to'g'rilaysan, feedbacklab berasan, nimalarga e'tibor berishim kerak, qayerda mana, ya'ni Achilles heel, kamchilik taraflarim bo'lsa, o'sha kamchilik taraflarimni, ya'ni cover qilib turib, o'sha narsani fix qilib ketishlarimga yordam bergin deb aytsangiz, albatta bu sizga yo'q demaydi, bajonidil yordam beradi. Tushundingizmi? Demak, bu birinchi navbatda xatolarimizni to'g'rilashimizga ham katta imkoniyatga ega bo'lamiz. Endi keyingisi lug'atda qanaqa foydalanishimiz mumkin deb o'ylaysiz? Sun'iy intellektda. To'g'ri, hamma o'sha yana qiladigan narsa. Birinchi navbatda sraz ochib turib, iltimos menga shunaqa ustoz menga vazifa berdi, shu vazifa bo'yicha menga lug'at bergan, yuqori darajadagi IELTS da yuqori baholi examinerlar lol qolsin deb hamma yozadi. Yo'q, bunaqa qilmang. Demak, oldik, birinchi navbatda mana shu 4 ta narsani eslab qoling. Lug'at oshirmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellektda phrasal verb degan narsa bor. Ya'ni siz oddiy so'zdan ko'ra phrasal verbdan ishlatsangiz, demak juda ham chiroyli eshitiladi. Bu phrasal verb o'zi nima? Keldik, to'xtalib o'tamiz. Oddiygina misol, siz agar qo'shningiz o'tib qolgan bo'lsa, tasavvur qiling, og'aynilaringiz bilan gaplashib o'tirsangiz nima deysiz? O'tib qoldi deysizmi yo vafot etdi deysizmi?
o'tib qolibdi deysiz, to'g'rimi? Yaxshi. Demak, u narsani siz ko'chaga chiqib turib vafot etdi demaysiz. Do'stim, shunaqa qo'shnimiz demak Valijon aka o'tib qolibdi deysiz, to'g'rimi? Yoki vafot etibdi demaysiz. Chunki vafot etibdi, bu albatta bu adabiy til hisoblanadi. Sun'iy intellektda phrasal verb mana shu o'tib qolibdi degan darajada o'rgatadi sizga, shunaqa so'zlarni beradi. Siz oddiy misol died deyishingiz mumkin. Bu vafot etdi o'zi aslida, lekin muloqotda gapirgan paytingizda died desangiz, inglizlar sizni darajangizni darhol bilib oladi. Demak, siz died, siz nima degan bo'lasiz? Vafot etibdi degan bo'lasiz. Shuning uchun passed away desangiz, demak, o'tib qolibdi. Pass away. Aynan mana shu pass away so'zi bu phrasal verb hisoblanadi. Siz sun'iy intellektga menga phrasal verb ber deysiz, birinchi yozasiz. Keyingisi collocation. Collocation bu so'z birikmasi. Bu qanaqa bo'ladi? Oddiygina misol, biza aytishimiz mumkin, kitob, to'g'rimi? Kitob degan so'zni yodlab ketmaysiz, siz kitobni nima qilsangiz bo'ladi? Kitobni o'qisangiz bo'ladi, kitobni bersangiz bo'ladi, to'g'rimi? Kitobni o'rgansangiz bo'ladi. Demak, sizga xuddi shunaqangi so'z birikmalari beradi. Yakka so'z yodlab ketmaysiz, kitob, apple deb ketmaysiz, shunchaki apple nima qilsangiz bo'ladi? We can eat apple. Yes, an apple. We can read a book. Demak, biz kitob o'qisak bo'ladi. To'g'rimi? Demak, olmaga yemoq degan fe'l bilan berdi, kitobga esa o'qimoq bilan berdi. Bu narsani albatta collocation deb ataydi. Demak, birinchisi phrasal verb yozdik, ikkinchisi collocation deb yozdik va keyingisi slang. Slang bu nima? Bu jargon. Bilamizki, ko'chada muloqotda sizga jargon kerak bo'ladi. Ya'ni slang so'zlari kerak bo'ladi. Ko'chada siz o'zaro do'stlaringiz bilan gaplashayotgan paytingizda oddiygina misol, biror yoqtirgan narsangiz bo'lsa, siz "Wow, zo'r ekan" demaysiz, to'g'rimi? Ya'ni yoki bo'lmasa juda ham a'lo darajada ekan demaysiz. Bu adabiy so'z hisoblanadi. Siz uning o'rniga nima deysiz? "Wow, mashinani qurtdek qilib qo'yibdi-yu" deysiz, to'g'rimi? Misol uchun, albatta siz qurtdek qilib qo'yibdi deganda tepasiga qurtlar terib qo'yilmagan, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa qimirlaydigan qurtlar qo'yib qo'yilmagan. Bu yerda siz, ya'ni jargon ishlatyapsiz. Ko'cha so'zini ishlatyapsiz va ko'cha so'zi quloqqa ancha yoqimli eshitiladi. Inglizlar bilan first impression, birinchi taassurot qoldirishimiz uchun mana shu narsa kerak bo'ladi sizga. Slangda ko'proq gapirsangiz yaxshi bo'ladi. Demak, yana qaytarib o'tiraman. Birinchisi phrasal verb berdik, ikkinchisi collocation berdik, uchinchisi slang berdik. Ko'rdinglar? Mana bu narsa xuddiki ovqatda sizni tasavvur qiling, siz ovqat yeyapsiz. Mana shu ovqatingizni zo'r, mukammal bo'lishi uchun hamma masalliq qo'shishingiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Lekin masalliq o'zi yetarli bo'lmaydi. Misol uchun, oshga eng zo'r go'sht qo'shdingiz yoki bo'lmasam sabzini qo'shdingiz, hammasini qo'shdingiz. Lekin bunga endi nima kerak bo'ladi? Albatta siz bunga mehr deyshadi, to'g'rimi? Siz ham speakingda hozir mehr beryapsiz. Tushundingizmi? Ya'ni shunchaki collocation, phrasal verb and slang, endi to'g'rinchisi nima? Idiomatic expression, ya'ni idioma deb ataladi. Idioma bu nima degani? So'z o'zi yoziladi, lekin so'zni tagida qanaqadir bir so'z yotgan bo'ladi. Tushundingmi? Oddiygina misol, boya men yuqorida aytib o'tdim. Demak, mashinani qurtdek qilib qo'yibdi degan so'z, to'g'rimi? Bu degani zo'r degani, to'g'rimi? Demak, endi qaranglar, bu idiomatic expression nima bo'ladi? Idiom bu so'z yoziladi, lekin u so'zni shunchaki so'zga qarab turib, so'zma-so'z o'qigan paytingizda tarjima qila olmaysiz. Oddiygina misol, head and shoulders. Bilasizlar, shampo ishlatgansizlar, head and shoulders. O'sha head and shoulders ya'ni bu bosh, and va shoulders yelkalar. Lekin so'zimiz tarjima qilsak to'g'ri tarjima qildingiz. Lekin buni tagida yana bitta ma'no bor. Bu ya'ni idiomada qanaqa ishlatiladi, informalda, ya'ni zo'r degani. Head and shoulders degani zo'r degani. Misol uchun, I'm head and shoulders above you desangiz, men sendan ko'ra zo'rroqman degani. Tushundingmi? Ishonmasangiz ChatGPT ga hozir tashab turib, head and shoulders above desanglar, shuni chiqarib beradi. Tushundingmi? Demak, bu ham albatta idioma hisoblanadi. Ko'chada gaplashayotgan paytingizda og'ayningiz bilan I'm head and shoulders desangiz, bundoq qarab turib, men shampunman deb olsammi deb tushunishi mumkin. Lekin inglizlar, haqiqiy ingliz tilini biladiganlar bu narsani juda ham to'g'ri tushunishadi. Demak, yana bir marta qaytarib o'taman. Phrasal verb, collocations, keyin nima dedik? Nima dedik? Slang dedik va oxiri idiomatic expressions. Endi sizda ishoning, xohishonmang, mana shu 4 ta narsani ishlatganingizdan keyin speakingingizni gapirgan paytingizda eshituvchi sizni diqqat bilan oxirigacha eshitadi va siz yaxshi taassurot qoldira olasiz. Xo'p, demak, mana shu bergan maslahatlarimni diqqat bilan siz agar tushungan bo'lsangiz, xudo xolasa aniq 3 oyda alsangizga qo'lga kiritasiz.
Agar faqatgina shu narsani har kuni siz o'zingizga bitta dastur qilib olib turib, demak, og'ishmagan holatda, to'xtatmagan holatda, sabr bilan, harakat bilan, doimiylik bilan inshaalloh mana shu narsani qilib tursangiz natijaga erishasiz. Agar siz bu narsani bir oy qilib turib, ikkinchi oyda yo'q, menda chiqmayapti-yu degan narsa bo'lib turib to'xtatib qo'ysangiz, albatta keyingi oyda bu narsa yana xuddi shu boshdagi holatga qaytib qolishi mumkin. Ya'ni siz boshida qanaqa harakat qilgan bo'lsangiz, 0 ya'ni 1% ga chiqqan bo'lsangiz, endi bir oy to'xtatdingiz, yana 0 ga tushdingiz va keyingi oyda yana xuddi shu 1% ga yana harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Harakat, doimiylik, sabr va natija. Esimizda qoldi. Demak, mana shu 4 ta narsaga amal qilsanglar va mana shu 4 shu biz yuqorida aytib o'tgan, sanab o'tgan metodlarimizni diqqat bilan ko'rib turib, hoziroq bugunoq videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin yoki bo'lmasa mana shu video ko'rish jarayonida ham kitoblaringizni yoningizga qo'yib turib yoki bo'lmasa boshqa videolarni qo'yib turib ham qilsangiz ancha foydali bo'ladi. Bu narsani siz ham albatta komment yozib ketishingiz mumkin. Xuddi shu yuqoridagi sizlarga sanab o'tgan mana shu top maslahatlarimni noldan mana shu bizani o'quv markazimizga kelib turib, shu metodlarimizdan foydalanib turib va yuqorida aytib o'tganimizdek har doim to'xtatmagan holatda doimiy, ya'ni nazorat ostida va bizani yuqorida sanab o'tgan metodlarimizni bitta ham qo'ymay, uyda ham, o'quv markazida ham, yo'lda ham har doim ishlatib yurib turib, natijaga, ya'ni 2 haftada ichida speakingni oshirgan o'quvchilarimizni birini sizlar bilan ulashmoqchimiz. Let's go. It was Samira because she was my best friend and my relative, and we studied a lot. Xo'p, mana bu o'quvchimizni birinchi kelgan paytlarida speakingda juda ham qo'rqardilar, gapirishga ichlarida qo'rquv borligini biz darhol sezganmiz, lekin harakatlarini bilardik, doim harakatchanliklarini. Shunga qaramasdan qanday qilib speaking oshirsam bo'ladi degan savol bilan mana bizning o'quv markazimizga kelishdi va o'quv markazimizda birinchi darsni ko'rdilar, metodlarimiz juda ham yoqdi va shu orqali xohishmay 3 ta darsni o'zida o'zlaridagi progressni sezdilar va mana shu ko'rishimiz mumkin bugun haqiqiy natijalari mana hozirgi paytda bu demak ancha sal oldinroq olingan video, hozir esa ancha o'sganlar. Demak, bu metodlarimiz orqali mana shu natijalarni ko'rishingiz mumkin. Mana shu yarni misoli. Birinchi biz bu metodni aytganimizda o'quvchilarimiz doim hayron qolishadi. Haqiqatan realni bu narsa imkoni bormi deyshadi. To'g'ri, birinchi inson gapirib bergan paytda buni qilib ko'rmaguncha amaliyotda ko'ra olmaydi, ya'ni ishonmaydi. Toki mana shu narsa aytaylik, mana shu mikrofon biladigan bo'lsak, siz tarafdan mikrofon ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin aslida qotirib qo'ygan bir qog'ozcha ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Kelib turib, ushlab ko'rganingizdan keyin bilasiz. Bu ham xuddi shunaqa metod. Siz bu narsani biz shunchaki gapirib ketdik, bo'ldi, bu narsa hech qanaqangi ish bermaydi deb o'ylamang. Siz amaliyotda qilib ko'rasiz. Practice makes perfect. Ya'ni amaliyot sizni mukammal qiladi. Bu o'quvchimiz ham xuddi shunaqa qiladi. Boshida keldilar, yo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo bo'ladi, siz ishoningdik va metodlarni ko'rsatdik, metodni qildilar. Birinchi kun sezmadilar, ikkinchi kun ozgina sezdilar, uchinchi kun juda ham yaxshi sezildi va kelib o'quv markazida shunaqa gapiryaptilar. Boyaga birinchi kunga solishtirganimizdagi qo'rquv hozir umuman 0 holatiga tushgan. Hozir deyarli umuman yo'q. Bu ancha oldin olingan videolari. Demak, siz ham mana shu yuqorida aytib o'tgan, demak, bepul maslahatlarimizni siz mana imkoniyatga ega bo'ldingiz, bugun olib borib qo'llasangiz, inshaalloh yaxshi natijaga erishasiz. Endilikda esa xuddi mana shu metodlarimga asoslanib sizga bergan maslahatlarimdan ham kuchliroq qilib, biz bitta kurs yaratdik, ya'ni buni nomi General Fast. Juda ham to'g'ri eshitdingiz. Fast so'zi juda ham tez degani. Bu degani siz biror bir grammatikani tez o'tib ketasiz degani emas, ya'ni speakingiz juda ham tez darajada chiqadi. Xuddi shunaqa nomli biz onlayn kursimizni yaratdik. Bu kursda nimalar bo'lib o'tadi? Sizga hozir diqqat bilan, demak, har bittasini detalli yoritib o'taman. Xo'p, bu General Fast kursida siz 0 dan 3 oy davomida o'qib ingliz tilida o'zingizni ona tilingizda qanday gapirsangiz, xuddi shunaqa gapira olasiz. To'g'ri, yolg'on eshitmadingiz. Siz o'ylashingiz mumkin, men 3 oy davomida beginnerni o'qidim, lekin shu paytgacha gapirmadim. Bu endi boshqa o'quv markazida, lekin bizani metodimiz asosida tayyorlangan kursda siz aynan 7 yillik tajriba asosida kerakli narsalarni, keraksiz narsalarni chiqarib tashlagan holatda eng muhim bo'lgan, eng qaymoq deymiz-ku, o'sha narsalar asosida o'rgansangiz, inshaalloh 3 oy davomida ingliz tilida o'zingiz ona tilingizda xuddi men kabi gapirishingiz mumkin. Ya'ni hozir o'zbek tilida qanaqa gapirayotgan bo'lsam, ingliz tilida ham xuddi shu holatda gapira olasiz. Faqatgina yuqorida sanab o'tgan metodlarimizni qoldirmagan holatda har doim muntazam ravishda qilib yursangiz, albatta shu natijaga erishasiz. O'zi bu kursda kimlar uchun, men qatnashishim mumkinmi, men nima foyda olaman degan odamlarga endi esa quyidagi gaplarimiz ancha foydali bo'ladi.
eng dangasa o'quvchilar. Bilamiz, hozirgi kunda ko'pchilik odamlar dangasalashib boryapti. Yoki bo'lmasam, ko'pchilik ota-onalarimizning farzandlari bor, ba'zi farzandlari juda ham aqlli, ba'zi bir farzandlar esa juda ham dangasa bo'ladi, o'qishga bo'lgan qiziqishi bo'lmaydi. Lekin siz bu kurs jarayonida aynan mana shu dangasa o'quvchilarimizni demak bu kursda bemalol o'rgana oladi. Chunki nimaga deysizmi? Chunki sizga aynan 24/7 support beriladi va bundan tashqari eng muhimi buni o'zi emas. Sizga beriladigan bu kitobdagi ma'lumotlar o'g'lingizni zeriktirmagan holatda va o'zini qiziqishiga asoslangan holatda olib boriladi. Misol uchun siz agar futbolga qiziqsangiz, ya'ni siz ingliz tilini futbol asosida o'rganasiz. Agar siz rasm chizishga qiziqsangiz, rasm chizishga oid asosida o'rganasiz. Tushundingizmi? Demak, xuddi biz nima deymiz ko'pchilik o'quvchilarimizga bu yerda, ya'ni onlayn kursimizda, ya'ni baliqqa uchishi, qushga suzishi o'rgatilmagani kabi, biz ham xuddi shu metodga asoslangan holatda o'g'lingiz qanaqa qiziqishi bo'lsa, xuddi shu qiziqishga asoslangan holatda ingliz tili o'rganiladi. Aytaylik, siz biznesga qiziqmasligingiz mumkin, lekin ingliz tilida biznesga doir juda ham ko'p ma'lumotlar berilgan bo'lsa, buni o'qib o'tirishingiz albatta vaqtingizni oladi va natijada esa bora-bora ingliz tiliga bo'lgan qiziqishingiz so'nib boradi. Shuning uchun bu kursimizda birinchi navbatda biz birinchi o'ringa qo'yganmiz, dasturimizda eng dangasa ingliz tilini majburan o'qiydigan. To'g'rimi? Shunaqa o'quvchilar borki, ota-onalari "Sen o'rganishing kerak". Chunki sababi nimaga? Chunki ota-ona xohlaydi. Ya'ni parental pressure, ota-ona bosimi ostida o'qish xohlaydi. Ya'ni o'qiydi, to'g'ri, o'zi xohlamaydi. Ya'ni ota-onasi aytadi, majburlaydi. Aynan mana shunaqangi o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol mana shu kursda o'qisangiz, inshaalloh erkin, yaxshi ko'rib, xuddi ingliz tilini oldin yaxshi ko'rmagan bo'lsangiz, unga bo'lgan qiziqish yo'q bo'lsa, sekin qiziqish uyg'onishi boshlaydi. O'qisam ham miyasiga kirmaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa ham, albatta bu kursda hech ikkilanmasdan olsangiz, demak, siz bu ma'lumotlarni boyagi 3-2-1 metodi orqali yoki bo'lmasa bizning yana boshqa ko'plab metodlarimiz orqali siz miyangizga xuddi o'zbek tilida qanday ma'lumotni o'qisangiz, xuddi oson kirgani kabi bunda ham bemalol o'rgana olasiz. Ikkinchi, umuman ingliz tilini o'rgana olmayman. Ingliz tili men uchun emas degan insonlar. Misol uchun shunaqa insonlar bo'ladi-ku, yoshlari katta, lekin chet elga qanaqadir bir safar yuzasidan ketayotgan insonlar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa maktabda umuman o'qimagan insonlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo, menda chiqmaydi. O'zi ingliz tili nima u? Men nima keragi bor? Yoshim o'tib qoldi. Yo'q. O'rganish hech qanaqa ertaga kech yo'q. Albatta siz hozir o'rganishingiz kerak. Chunki siz albatta ertaga chet davlatga ish yuzasidan yoki bo'lmasa mehmon sifatida boradigan bo'lsangiz ham, oddiygina misol tarjimonga pul to'lab o'tirmaysiz. Siz bevosita bizning kursimiz orqali ingliz tilida bemalol erkin gaplashib boshlaysiz. Oddiygina misol, bir inson keldi bizaga, green card yutib olgan ekanlar. Bilamiz, hozirgi kunda hamma ko'pchilik green card o'ynab turib chet elga, Amerikaga ketishadi. Ularning green cardlari chiqqan ekan, lekin yoshlari 50dan 50 ga yaqinlashib qolgan ekan. 49-48 da yaqin 50 ga kiramandilar. Nechta farzandingiz bormi? 4 ta, 5 ta farzandim bordilar. Yaxshi. Lekin men maktabda o'qimaganman deyarli. Yozish chizishni u darajada esimdan chiqarganman. Savdodagi insonman dedilar. 7 oydan 5 oydan keyin 7 oydan keyin adashmasam 5 oy 7 oy deb qolaylik. Men ketishim kerak, o'sha vizam chiqqan deyaptilar. Yaxshi. Xo'p, biz nima yordam bera olamiz? Speaking kerak dedilar. Bo'ldi. Mendan chiqadimi degan qo'rquv bo'lyapti. Shunda qarang, umuman ingliz tilini o'rgana olmayman deb o'ylayaptilar-da, aynan shunaqa insonlar uchun. Keyin biz aytdik, "Yo, o'rgana olasiz" dedik, lekin ishonmadilar. Ikkinchi darsda, birinchi darsda unaqa bilinmadi. Ikkinchi darsda keldilar, "Yo, o'rgana olmasam kerak" dedilar. Lekin ishoning, mana shu 3-4 darsdan keyin sekin adaptation, ya'ni moslashish jarayoni bor, ya'ni o'sha insonda sezildi. Yoshlari katta bo'lishiga qaramay, kichkinalar ichida o'zlaridan misol uchun aytaylik 10 yosh kichkina yoki bo'lmasa 20 yosh kichkina, xuddi bizga tengqur insonlarning ichida bemalol o'zlarini ular bilan teng holatda gapirib, harakatlarini teng ko'rsatib bera oldilar. Bu ham albatta bu kursimizning yana bir afzalligi va yutuqlaridan biri deb bilaman. Shuning uchun siz agar ingliz tilini o'rgana olmayman, men uchun emas degan insonlardan bo'lsangiz, hech ikkilanmasdan bu kursni tavsiya qilamiz. Keyingisi, ko'plab markazlarda o'qib natijaga erisha olmagan insonlar. Ana endi bunga ko'proq to'xtaymiz. Bilasizlar, ko'p o'quv markazida, albatta nomini aytmayman, siz borasiz, lekin kurslar 3 oydan davom etadi va har bir levelni 3 oyda bitirganingizdan keyin agar ballingiz yetmasa, test topshirasiz finalda. Finalda natija yetmagandan keyin nima bo'lasiz? Yiqilasiz. Va keyin nima bo'ladi? Yana xuddi shu kursni yana 3 oydan yoki 2 oydan yana o'qiysiz. Oradan 2 oy bo'ldi. 3 ga, ya'ni 2 oy qo'shilyapti, общий umumiy 5 oy vaqtingiz ketdi. Xo'p, undan keyin keyingi darajaga o'tasiz, yana xuddi shu holat takrorlanadi. Yoki oradagi testlar. Bu testlar to'g'ri, foydasi bor grammatikangizga, lekin keragidan ortiq
testlar bolani fanga bo'lgan, ingliz tiliga bo'lgan xuddi bir mindset shakllantiradi, wrong mindset. Bu narsa noto'g'ri fikr shakllantiradi. Ya'ni ingliz tili qiyin ekan degan tushunchani shakllantiradi. Tushundingizmi? Shuning uchun biza shu narsadan voz kechgan holatda, ya'ni ko'p o'quv markazlariga borib, natijaga erisha olmaganligi uchun buni ham hisobga olgan holatda biza keraksiz narsalarni chiqarib tashlagan holatda eng asosiy road maplarni chizib berib va shu asosida o'qitamiz. Shuning uchun siz agar bo'ldi men ingliz tilini o'qimayman, shuncha hamma o'quv markazi bir xil ekan desangiz adashasiz. Demak siz keyingi harakatingizni bizga ham topshirishingiz mumkin. Bunda albatta inshaalloh natijaga erishasiz. Endi esa keyingisi chet elda ishlaydigan, ingliz tilini o'rgangani qiynalayotgan insonlar. Ba'zi bir insonlar bilasiz, ya'ni til bilmasa ham chet elga borishgan bo'ladi, lekin endi oddiyroq ish qilishadi. Aytaylik, birinchi bo'lgan paytingizda siz ham katta, yuqori daromadli ish qila olmasligingiz mumkin yoki lavozimli ishlay olmasligingiz mumkin. Bunga sabab, ya'ni language barriers, ya'ni tildagi to'siqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz endi chet elga borgansiz, tasavvur qiling. Hozir chet eldan kuzatayotgan insonlarimiz ham bo'lishi mumkin. Demak, o'sha yerdan turib, demak, siz ingliz tilini bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Albatta bizning kursimiz orqali. Chunki chet elga ketgan paytingizda siz ya'ni ingliz tilini bilmaysiz, siz o'ylashingiz mumkin, ha, borib turib o'rganaman. To'g'ri, o'rganasiz, ma'lum bir darajagacha. Ya'ni aytaylik, ko'chadagi muloqotlarni o'rganasiz. Demak, kundalik hayotingizdagi muloqotlarni o'rganasiz. Lekin qaysidir sohaga ishga kirmoqchisiz, ya'ni factory, zavodga kirmoqchisiz. Zavodga biror bir soha bo'yicha kirishingiz kerak bo'ladi. O'shanda siz terminologiyani bilishingiz kerak bo'ladi. Unda esa siz albatta to'xtaysiz. Chunki sababi tildagi to'siq tufayli. Shuning uchun biz buni, ya'ni bartaraf etish maqsadida va mana shunaqangi muammolar bo'lganligi uchun, bu muammoni olib tashlashlik uchun, demak, chet elda ishlagan, chet elda ishlab turgan hozirgi paytda, lekin ingliz tilini o'rgana olmayotgan va ingliz tilini umuman qiziqishi yo'q bo'lgan insonlarga va chet elga ketgan, lekin ingliz tili ozgina bo'lsa ham yaxshi, lekin yana ham oshirib daromadini yaxshi kasbga o'zgartirib turib daromadini oshirmoqchi bo'lgan insonlarga ham albatta mo'ljallangan. Siz buni demak ham formal, ham informal, ya'ni ham rasmiy, ham norasmiy nutqlaringizni ham chiqarib olishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar siz General Fast kursini oladigan bo'lsangiz, qanday qulaylik va imkoniyatlarga ega bo'lasiz? Birinchi navbatda siz 3 oy davomida har hafta speakingdan imtihon o'tkaziladi. Ya'ni bu sizga nima degani? Tasavvur qiling, siz bugun dushanba kuni darsda, ya'ni qatnashdingiz onlayn darsimizda va chorshanba kuni darsingiz bo'ldi. Chorshanba kuni darsga qatnashdingiz va juma kundan o'sha siz speakingiz, ya'ni nutqingiz bo'yicha imtihon bo'ladi. Ko'rdingizmi? Demak, birinchi darsingiz, ikkinchi darsingiz, demak, uchinchi darsingizdan o'sha gapira olasiz. To'g'ri, siz o'ylashingiz mumkin, yo'q, buning imkoniyati yo'q. Yo'q, imkoniyati bor. Faqatgina siz nima o'tgan bo'lsangiz, yana qaytaraman, o'sha mavzuga doir speaking beriladi. O'sha mavzuga doir siz bilan muloqot qilib o'tiladi va bu esa sizga muntazam ravishda bunaqangi har bir speaking imtihonlar o'tkazilishi sizni keyingi, ya'ni bosqichlarda siz speakingingiz yana ham oshishiga imkoniyat beradi. Oddiygina misol, kurs oxirini tugatgan paytingizda, ya'ni albatta imtihon bo'ladi yoki middle testlar oxirida bo'ladigan bo'lsa, ana shunda siz speakingizda erkin bemalol muloqot qila olasiz. Hozirgi paytimizda ham albatta shu kursimizni tamomlagan o'quvchilarimiz, demak, bemalol hech qanaqa qo'rquvsiz, hattoki savollar oldindan berilmagan holatda bemalol gapirisha oladi. Qaytgancha sizda speakingdagi imtihon savollaringiz oldindan berib qo'yilmaydi. Qaytaraman, chunki bu nima degani? Agar oldindan berib qo'ysangiz, bu haqqoniy bo'lmaydi. Chunki siz oldin tayyorlanmagan bo'lasiz. Shuning uchun ham siz haqiqiy natijangizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi, ikkinchi darsga qatnashdingiz, ikkita darsingizni haqiqiy natijasini ko'rmoqchimisiz? Uchinchi darsingizda endi mana shu ikkita mehnatingizni uchinchi darsingiz chiqarib beradi. Uchinchi darsda imtihon topshirasiz, speakingizni ko'rasiz. Ha, demak, mana shu ikkita darsning natijasi mana speakingim deysiz. Tushundingizmi? Shuning uchun biz oldindan speaking savollarni bermaymiz. Ikkita dars o'tildi, sirazi imtihon. Keyingi hafta yana ikkita dars o'tildi, sirazi speaking imtihon. Ko'rdingizmi? Sekin adaptation bo'ladi albatta. Bu ya'ni jarayonga moslashuv jarayoni bo'ladi. Speaking bo'yicha ham, demak, experience, tajribalaringiz ancha oshib boradi. Keyingi esa kuratorlardan tashqari sizga 24/7 ishlaydigan supportlar, ya'ni qo'shimcha ustozlar beriladi. Bu, ya'ni sizga nima beradi? Sizda qandaydir bir tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin mavzu, jarayon bo'yicha va ana shu mavzuda sizda yoki bo'lmasam dars jarayonida tug'ilmagan-u, darsdan keyin o'rganish jarayonida sizda shunaqa bir savol tug'ilib qolishi mumkin.
mumkin. Ana shu savollaringizni supportga yozasiz. Support demak bu narsani ko'rib chiqib, sizga darhol javobni qaytaradi yoki bo'lmasam Zoom orqali shunchaki ya'ni face to face, ya'ni onlayn orqali yuzma-yuz ko'rishib turib siz bilan gaplashib bu ya'ni muammongizni bartaraf etishadi yoki bo'lmasam o'sha muammoni biz darsda ham ya'ni ko'rib chiqishimiz ham mumkin, to'g'ridan to'g'ri bevosita. Ya'ni har qanaqangi o'sha mavzularimizga doir demak savollaringiz bo'lsa 24/7 support teacherlarimizga bu sizga juda bir katta qulaylik bo'ladi. Chunki oramizda ishda ishlaydiganlar bo'lishi mumkin. Ertalab ishga ketib turib, misol uchun yo'lda bu darsimizni kuzatib ketib turib ish jarayoni boshlangandan keyin bu savolni bera olmasliklari mumkin. Shuning uchun ya'ni 6 dan kelgan yoki bo'lmasam kechasi 9 bo'ladimi, 10 bo'ladimi farqi yo'q. Siz yozishingiz mumkin. Ishdan kelib turib ham ana shu savollaringizga bizning support teacherlarimiz yordam beradi 24/7 albatta. Va birinchi va keyingisi eng muhim narsalardan bittasi bu shaxsiy metodimga asoslangan strategiyalar orqali darslar bo'lib o'tadi. Bu shunchaki biza bir puch yong'og'ini sizga berib qo'ymaymiz. Albatta bu yong'oq ichida nimadir bo'ladi sizga. Shunchaki mana bu yong'oq ustini ko'rib turibsizlar, usti shaklli. Ya'ni yong'oqni ustiga qarab turib, you can judge a book by its cover. Ustiga qarab baho berish kerak emas. Xuddi boshqa o'quv markazlariga bordingiz, natijaga erisha olmadingiz. Endi bu o'quv markazi, ya'ni bu metod ham xuddi ishlamaydigan metod singari ko'rmang. Shuning uchun sizda realniy, ya'ni bizda o'zimizning metodimizdan o'tgan va hozirgi paytda ko'plab o'quvchilarimiz natijaga erishib kelayotgan real faktlarga, metodlarga, tajribalarga, ko'nikmalarga asoslangan metodlar asosida siz o'rganasiz. Shuning uchun hech ikkilanmasdan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Aynan shu shaxsiy metodlarim orqali biz bundan tashqari aqlan zaif bo'lgan o'quvchilarni ham o'qitganmiz. Ya'ni son yodlash bo'yicha ham ularda bir muammo bo'lgan. Oddiygina misol shu narsalardan bittasini keltirib o'taman. Bir o'quvchi keldi, yoshlari kichkina ekan va ular ingliz tilini ota-onalari majburlari asosida keldilar va u o'quvchini men aqlan zaifligini men bilmagandim. Ularni o'qitib ko'rdik, qiynaldik haqiqatan. Nima metodiga foydalanib ko'rsak bo'lar ekan, nima qilsak ekan deb har taraflama izlandik, o'rgandik, baribir foydasi bo'lmadi. Bir haftacha vaqtimiz ketdi, lekin biz bitta narsani o'rgandik, o'zimizning shaxsiy tajribamizni yana ham oshirdik. Biz u o'quvchiga nima qildik? Birinchi navbatda nimani yaxshi ko'rasiz? U o'quvchi aytdiki, qalam yaxshi ko'raman dedi. Keyin o'sha qalamlaringizni, kaptuglaringizni olib keling deb, kaptugni ham yaxshi ko'rar ekanlar deb olib keldilar. Qalamlarni qo'ydilar. Keyin qalamlarni oldim, ko'rsatdim. Mana shu qalam dedim, qarang. Mana shu qalamga ega bo'lishingiz uchun bu qalamingiz menda turib turadi. Kuniga men sizga bittadan qalam beraman deb. To'g'ri, norozi bo'ldilar, lekin shu orqali biz ularni o'qitdik. Demak, ular bir kunga dars qilib keladilar. Men bitta qalamlarni beraman. To'g'ri, endi bitta sal noto'g'ri foydalandikmi bilmadim-u. Biz endi qalam olib kelib qo'shib qo'yardik bitta. Qalam kamaymayapti. Uyimizdan qalam olib kelamiz, qo'shyapmiz, unga qalamni beryapmiz. U qalamni oldim deb o'ylayaptilar. To'g'ri, oldilar o'zlarining qalamni, lekin bitta yana yangi qalamni qo'shilyaptilar. Lekin qalam har kun ko'rsamiz, mana qalamingiz hali turibdi, yana harakat qiling. Qalam kamaymayapti. Uni o'qishga bo'lgan qiziqish shunaqa oshib boryapti. Demak, u qalamga olish natijasi, qalamga erishaman, qalamga ega bo'laman deb turib, u ya'ni o'qishga bo'lgan qiziqishi, xohishini to'xtatmadi, so'ndirmadi va u o'rgandi. Demak, boya biz birinchi o'rgatgan paytimizda sonlarni o'rgatgandik, 1 dan 9 gacha oddiygina misol 1,5 soat vaqtimiz ketdi, rosa qiynaldik, lekin 1,5 soatdan keyin shunda so'rasak, nimani o'rgandik desak, bilmayman deb turibdi. Ko'rdingizmi? Bu aqlan zaif. Lekin shunga qaramasdan shu o'quvchini biz qiziqishini topa oldik. Qiziqishi asosida biz boyaga qalamga qiziqqanda, qalamini berib turib bu o'rgandi, zat oxirida biz natijaga erishdik. Ya'ni kutilmagan natija edi, chunki birinchi marta, ya'ni aqlan zaif bo'lgan insonga biz ota-onalarga aytib o'tdik, kelinglar, agar bizga ishonsanglar, biz uchun ham bu yangilik bo'lardi. Ya'ni qo'l urib ko'rmagan sohamizni ko'raylik deb har xil metodlar ko'rdik. Biz ham albatta bu bir yangi challenge chiqardi va o'zimizni imkoniyatlarimizni ochdik. Xo'p, endi esa haftasiga kamida 1 marta yoki 2 marta Zoomda onlayn chatlar bo'lib o'tadi. Bu narsa ham albatta sizga doimiy nazoratni beradi va bu chatlarda oddiy chat bo'lmaydi. Ya'ni siz speakingizni ham, ya'ni to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Dars jarayonida ustozlar ham albatta sizga inglizchalab narsalarni, mavzularni o'tadi, o'zbekchalab emas. Chunki sababi sizga real muhit yaratib berish kerak bo'ladi. Siz qachon gapirasiz, qachonki ana shu real muhitga tushsangiz, o'zingiz
qiynalasiz va majbur bo'lasiz va majbur bo'lganingizdan keyin gapirasiz. Shuning uchun ham Zoomda ham sizga ustozlar inglizcha deb gapirib tursa, bundan ya'ni hayratda qolmang, hech qanday bir xavotirli joy yo'q. Keyinchalik tushuntirib berishlari mumkin. O'zbekchalar ozgina termindan foydalanadi, lekin darsimizda imkon qadar faqatgina inglizchalab, ya'ni gapirishga yo'naltirganmiz. Shuning uchun ham bu ham albatta sizga ingliz tilida tezroq muloqotingizni oshishiga yordam beradi. Xo'p, bundan tashqari esa bergan vazifalarni o'z vaqtida bajarib 3 oyda men aytganimdek gapira olmasangiz, albatta 100% pulingiz qaytarib beriladi. Ya'ni kurs 100% kafolatlangan. Bu boshqa reklamalar kabi, sizga kelsangiz boshqa kurslar kabi biz 100% pulingizni qaytarib beramiz deb turib qaytarib bermagan holatimiz bo'lmagan. Shuning uchun biza ya'ni 100% kursni kafolatlaymiz. Siz keldingiz, o'qidingiz va shuncha, ya'ni metodlardan o'tgan holatda haftasiga ya'ni bir marta speaking va bundan tashqari darslar jarayonida speaking va bundan tashqari mana bu Zoomlardagi speaking va har oyni oxiridagi speaking imtihonlari orqali katta e'tibor speakingga qaratilgandan keyin endi mana bu 100% xohlismi xohlaymizmi gapirasiz. Bu shuning uchun ham biz bu metodikani to'liq kamchiliklari, qandaydir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa ham to'liq holatdan boshqa ustozlarga o'tkazilgan holatda ishlab chiqqanmiz. Hech ikkilanmasdan olishingiz mumkin. Eng oxirgisi, to'g'ri bu narsa sizga yoqmasligi mumkin, lekin siz va biz uchun va ota-onalaringiz uchun va o'zingiz uchun natija kafolatlanishligi uchun, haqiqiy ishonch bo'lishligi uchun bu narsamiz juda ham muhim. Ya'ni agar siz 3 marta ketma-ket dars qilmasangiz yoki bo'lmasam 3 marta qoldirgan holatda dars qilmasangiz, misol uchun dushanba kuni dars qildingiz, chorshanba kuni dars qilmadingiz, juma kuni dars qildingiz, keyingi kun dars qilmadingiz. Mana shunaqa holatda qilsangiz ham kursdan chetlatilasiz. Chunki bu narsa nimaga kerak? Bizaga siz doimiy nazorat ostida va har doim natijamiz yuqori bo'lishligi uchun va siz va o'zimizda ishonch bo'lishligi uchun xuddi shu narsani ham yo'lga qo'yganmiz. Bu orqali o'quvchilarimiz ham natijasini yaxshilash uchun doimiy raqobat ham yuzaga kelgan, ya'ni raqobat bor joyda albatta o'sish bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchilarimiz har doim vazifalarni o'z vaqtida topshirib kelishadi. Ya'ni bu chetlatishdan yiroq bo'lish maqsadida o'quvchilarimiz doim vazifalarni o'z vaqtida topshirib kelishadi. Shuning uchun ham bularni ham albatta yodingizda tuting. Albatta 3 marta ketma-ket yoki ora-orada qoldirib yoki bo'lmasam darsni umuman qilmaydigan bo'lsangiz, biz darhol kursdan chetlatib yuboramiz. Videodan chiqib, описание bo'limiga havola qoldirganman. O'sha yerda yeshoni bossangiz, o'sha yerda havola chiqadi. O'sha havolaga bossangiz, ya'ni ro'yxatdan o'tishingiz mumkin o'sha orqali va aynan mana shu video tagidagi havola orqali ro'yxatdan o'tganingizdan keyin General Fast kursimizga 30% chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rgan insonlarimiz uchun opsiyada bonuslar deb yozilgan havola qoldirganman. Ustiga bossangiz avtomatik bonuslar olish uchun Telegram kanaliga o'tasiz va u yerda siz bemalol foydalan olishingiz mumkin bo'lgan bonuslarga ega bo'lasiz.